Do'stlar, o'zimizda vodiyda arzimagan 270 ming so'mga davolanadigan Chimyon shifo sihatgohini topib qo'ydim. Bu 270 ming so'mning ichida, hurmatli obunachilar, 3 mahal ovqatlari, oziq-ovqatlari, yotoq joylari, hamma licheniya jarayonlari mana shu arzimagan 270 ming so'm pulni ichida ekan. To'liq ma'lumotni bizga bosh shifokorimiz Nodir akam bilan shu joyda to'liq ma'lumotini ko'rib borasizlar. Videoni oxirigacha ko'rib, like bosib, obuna bo'lishni unutmaymiz. Assalomu alaykum. Aka, shu Chimyon shifo sihatgohimiz haqida qisqacha shu obunachilarimizga ma'lumot bersangiz. Avvalambor xush kelibsizlar. Chimyon shifo sihatgohi haqida sizlarga ma'lumot beradigan bo'lsam, Nechinchi yilda qurilgan? Bu sihatgohimiz 2019-yildan boshlab faoliyat boshlaganmiz. O'shandan beri bemorlarga xizmat ko'rsatib kelgan. Hamma minnatdor. Xudo xolasa hamma minnatdor. Hozirgi kunda o'sha 200-300 o'ringa mo'ljallaganmiz. Bemorlarda asosan bizda o'sha suyak bo'g'im, yurak qon tomir, teri, asab hamda qandli diabet kabi kasalliklar, bundan tashqari ayollardagi shamollash kasalliklari, bepushtliklar, erkaklarda urologik kasalliklarga davo qilib kelmoqdamiz. Bizda mana hozir bu Chimyon shifo sihatgohining qabulxonasida turibmiz. Qabulxonasida mana bizga kelganimizda, ya'ni kelgan bemorlarimiz mana shu joyga kelib, to'lovlarini qilib joylashishi mumkin. Keyin o'sha shifokorlar ko'rikdan o'tadi, laborator tahlillarni topshirgandan keyin u joylardan birma-bir ko'rsataylik. Obunachilarimizga qiziq, qanaqa jarayonlar, mana kelgandan keyin bemorimiz bu joylarimizda mana laboratoriya, qon olish xonalarimiz, mana qon olish xonalarimiz, biokimyoviy tahlillar xonasi, to'liq o'sha 30-40 xildagi turdagi laborator tahlillar o'tkaziladi bu yerda. Bundan keyin bu tekshiruvlardan o'tgandan keyin narigi nimamizda o'zi tekshiruvlaridan keyin bizda asosan keyin shifokorlarga yo'naltiriladi. Bemorlarga tibbiy daftarchalar ochilib berilgandan keyin qabulxonada kamerani menga berib yuboring. Obunachilar, bu yer kirib kelish jarayonlari, voh bu manzaraga e'tibor bering. Ota-onamni bir yaxshi sihatgohga olib boraman desangiz, puli palon pul bo'lib ketyaptimi? Mana sizlar uchun o'sha aytganimizdek 270 ming so'mga hamma sharoitlari, bu archazorlarni, bu gulzorlarni qaranglar. Mana akam bosh shifokorimiz yonimizda, qisqa tanishtirib o'tamiz. Videoni oxirigacha ko'ring. Biz obunachilarimiz uchun bizda o'sha asosan 4 ta korpusimiz mavjud bo'lib, eng qizig'i masalan 4-korpusimizda ham licheniyasi ichida, tashqariga chiqmaydi. Mana qish mavsumlarida odamlar parafin, vannalar olgandan keyin tashqariga chiqishga majbur bo'ladi ba'zi bir nimalarda. Lekin bizda davo muolajalarimiz bo'limda o'zida. Muolajasini oladi, parafinini oladi, oltin vannalarini oladi, har qanday muolajalarni o'sha 40-45 xildagi muolajalar olgandan keyin korpusda ichida, tashqariga chiqmaydi bemorlar. Ya'ni sarson bo'lib bu joydan u joyga yurishmaydi. Bitta joyda o'zida ishlari bitadi. Kech paytga o'sha madaniy hordiqlarimiz bor. Haligi faqat bu yerga sanatoriya bo'lgandan keyin faqat bemorlar keladi degani emas, o'sha sog'lom o'zini sog'ligini tiklab, ruhiy quvvat olish uchun ham bu joyga tashrif buyurishlari mumkin. Hali jaydari tilda aytganda bir zaryad olish uchun. Zaryad olish uchun ham kesalaring bo'ladi. Mana ko'rishinglar mumkin. Qo'shni Qirg'iziston davlatidan ham hattoki mana shunaqangi boy hoji akalarimiz kelib ushbu joyimizda davolanish choralarini olib borilishyapti. Ya'ni o'zlarining sog'liklariga e'tibor berishib. Dunyoda eng qimmatbaho narsa bu sog'likdir. Zero sog'liklaringizni qadriga yetaylik deb mana shu videoni chiqaryapmiz. Bittadan like-ni bosishni unutmaymiz. Chunki sizlarning bosgan like-laring bizda mana shu o'zlaring ko'rayotgan videoni keng tarqalishiga yordam beradi. Aka, bizni oshxonangizdan birinchi ko'rsating. Bu yerimiz oshxona. O'sha 3 mahal ovqat beramiz. Oshxonalarimizdan o'sha abitda ham 1-2, cho'y qo'yi, keyingisi ham kech paytda ham 1-2, ertalabga ham asosan endi bizda parhez taomlar beriladi. Bu yer oshxonamiz, kirib ko'rishlaring mumkin. O'sha bu yerda 3 mahal taom beramiz. O'sha 3 mahal taom ham 1-2 qilib beriladi. Ertalabda sutli mahsulotlar, tuxum, sariyog'lar, o'sha tvorog, qatiq, smetanalar beriladi. Mana taomnomalarimiz elib qo'yilgan. O'sha taomnoma nimasi bo'yicha beriladi. Shu oshqozon ichaklarga foydali bo'ladigan bizda.
o'sha ovqatdan oldin bemorlarimiz, davolanishga kelgan bemorlarimiz uchun ichish uchun madanli suvlar o'sha issiq, sovuq, o'rtacha xona temperaturasida tayyorlab qo'yganmiz. Nodir aka, xonalarimizni ham ko'rsating. Oshxonalarni ko'rdik, maza qildik. Ya'ni qancha yuzlab, 200lab insonlar kelib bemalol ovqatlansa bo'lar ekan. Xonalarimizni ham Xonalarimizni ko'rishlaring mumkin. Xonalarimizni ko'rishlaring mumkin. Mana o'sha bu xonalarimiz necha kishiga mo'ljallangan? 3 kishilik, 4 kishilik, 2 kishilik, masalan oilalilar kelsa 2 kishilik, farzandlari bilan kelsa 3 kishilik, 5 kishilikgacha mana qilingan xonalarimiz mavjud. Haligi ota-onasini bezovta qilmasligi uchun mana bolasi bilan kelsa bu xonada ham televizor mavjud. Bu xonada ham haligi xohlovchilar uchun. Ya'ni mana sanuzellarimiz ko'rishlaring mumkin. Mazza, hattoki ko'chaga chiqmasdan turib, ya'ni xonani ichida hamma shart-sharoitlari bor. Hamma ya'ni o'sha to'lovlarning ichida mana shu xonalarning, oziq-ovqatlarning hammasi o'sha to'lovlarning ichida. To'lovlarning ichida mana shu xonalarda o'sha hammasini xolodilnigi, mana oziq-ovqatlari, hali yuqorida ko'rsatganimizdek mana shu xonalari. Choy ichish uchun mana mehmonlari kelsa, ko'rgani kelganlar uchun mana bularning xolodilniklari, bemorlar uchun mana shkaflari, hamma yo'qlari. Kiyimlarini qo'yish uchun garderoblari hamma jihoz bilan jihozlangan. Bu xonamiz necha kishiga mo'ljallangan? Bu xonamiz hozir 5 kishiga mo'ljallangan ekan. O'sha farzand xohlasa 2 kishilik xona bor. Xohlasa 2 kishilik, xohlasa 3 kishilik, xohlasa 1 kishilik. Bitta o'zim 5 kishida turaman desam iloji bor. Iloji bor buni ham. Farqi yo'q. Kelisharsan xullas. Har ya'ni uzoq umr ko'raman deganlar, sog'lig'imga e'tibor beraman deganlar bemalol kutib olasizlar. Qaysi biridir bir-biri bitta xonada yotolmaymiz desa, mana 2-3 xonali hali oilali kelganlarga sanuzellari ham bularni alohida mavjud. Har bir xonaniki mana sanuzeli alohida, har bir xonani televizorlari alohida joylashgan bu bino nima xonalarimizda. Bu yerda ham sanuzellar bor, ha? Bu yerda ham bor mana. Mana bu joy qayer? Bu yer balkon. Bu joy balkon. Oh. Bittadan like-ni bosib ketinglar. Eng asosiysi konditsionerlargacha bor ekan. Qishin yozin kelsangiz, sizga yozda muzdek, qishda issiq qilib ta'minlab berishadi. Bolajonlarimiz mana hojonalarimiz mana shu sihatgohimizda kelib, lecheniya ishlarini, o'zlarining sog'liqlariga e'tibor berib, amaliyotlarda olib borishyapti. Qalay xizmatlar, oziq-ovqatlari, yotoq joylari yaxshimi hojonalar? Qolgan ko'ruvchilarga, shu yerga tashrif buyuruvchilarga tavsiya qilasizlarmi? Qidishlar bor-ku. Bu yer qayer va qanday bemorlarga muolajalar olib boriladi? Asosan mana bu xonamizda azonoterapiya, bundan tashqari ukol, inyeksiya muolajalari qilinadi. Erkaklar, ayollar uchun osma ukollar olishadi bu yerda. Malakali shifokorlarimiz tomonidan yozilgan nimalari malakali hamshiralarimiz tomonidan muolajalar qilinadi. Bu uskunamiz nima? Bunda qanday amaliyot olib boriladi? Bu uskunamiz o'sha belda grijalari bor, osteoxondrozlari bor bemorlar uchun belda tortish muolajalari, kompyuterli varianti bu. Bu nima bo'lsa, osteoxondrozlarda belda massaj qilish, o'sha turmaliniy va nefritoviy toshlari bor. Bellarda massaj qilish uchun o'sha grijalarda, o'sha bel umurtqalarida orasini ochib, og'riq sindromini kamaytirish uchun mo'ljallangan bu Nugabes degan apparatimiz. Bizda mana ultratosh massaji bor, limfa drenajimiz bor, ya'ni limfa oqimi pasaygan, o'sha oyoqlarda o'shish, holsizlashish bo'lgan bemorlarimiz uchun limfa pressoterapiya deydi ikkinchi nomi. Mana shunaqa muolajalarimiz mavjud. Shaxsiy bemorlar uchun stat dushlarimiz mavjud. Obunachilar, bu joy mana massaj xonamiz. Mana o'sha bu joyda o'sha malakali mutaxassislarimiz tomonidan massaj jarayonlari bankka qo'yib, o'sha beldagi nima degan og'riqlar uchun, osteoxondrozlar uchun massaj jarayonini hozir o'tayapti. Bundan tashqari bizda 7-8 nafar malakali massaj xodimlarimiz bor. Ularni ham birma-bir ko'rsatamiz. Ularni ham birma-bir ko'rsatishimiz mumkin. Masalan, o'sha erkaklar uchun parafin qo'yish xonasi, o'sha mana hozir o'sha jarayondamiz. Aslida o'sha kasalligiga qarab oyog'ida shamollashi borlarga zo'r muolajalar olib boriladi. O'sha Hojibo, nima deysiz ushbu sihatgoh haqida?
juda minnatdormiz. Hammasi mana xodimlari yaxshi xizmat qilardi. Bizlarga muomalasi yaxshi. Oziq ovqatlarichi. Oziq-ovqati ham Borini bor, yo'g'ini yo'q deyori. hammasi A'lo darajada. joyida, a'lo darajada. Rahmat. Hech qanday Avvalambor kimga rahmat? xizmat ko'rsatishi a'lo. Avvalambor prezidentimizga rahmat. Mana shunaqangi darajada shart-sharoitlarni yaratib berib, tinchligimizni saqlab berganliklari uchun. Bizlar sog'lig'imizni ham o'ylab mana shunday sharoitlar yaratib qo'yibdi. Aka, bu yer qanday joyki, qanaqangi bemorlarga ishlar olib boriladi? Bu yerda o'sha elektr lecheniya, ya'ni fizolecheniya kabinetimiz erkaklar uchun. Bu yer o'sha elektroforez, zinda, darsonval kabi muolajalar olib boriladi. O'sha malakali shifokorlarimiz tomonidan bemorga tavsiya qilgan o'sha elektr lecheniyalarni. Mana bu narsalar nima aka? Shu haqida ham ma'lumot bering. Masajni nimamiz? Turmaliniy toshi bor masajni apparatimiz. O'sha belida nimasida osteoxondrozi bor, belda og'riq bor bemorlar uchun. Grijasi bor, shamollashi bor, hamma bir nimasi belidagi muammosi borlar uchun bemorlar uchun qilinadigan muolaja stoli. Rahmat sizga. Shukrullah, bu mana sharsharalarimiz o'sha bemorlar muolajalaridan keyin kech paytda o'sha bular ishlaydi, ishlagan holatda bo'ladi. Hozir ozgina remont ishlari. Ya'ni faqatgina ushbu sihatgohimiz bemorlar uchun emas. Sog'lom odamlar ham kelib mana shu joylardagi sharshara oqar suvlarni ko'rib, kechki paytlar miyalariga dam berib, madaniy hordiq olsa ham bo'laveradi. Bilamizki, ushbu joyimizga yurtimizda turli xil davlat joylaridan mana ko'rishlar mumkin. 20 raqamli, 50 raqamli yurtimizda hamma joylaridan kelib odamlar mana shu o'zini salomatligi uchun sharsharani remont qilib, sharsharani yurg'izib beramiz biz. Jarayonlarda o'zlariga olib borishyapti. Tashqarida mana bunaqangi bir kechqurun bemorlarimiz uchun shu yerga kelganlar uchun qisqa bir chiroyli fayzli bir musiqiy dasturlar ham qilib berishar ekan. Tashqarida bemorlarimiz chiqib o'tirishliklari uchun mana bunaqangi besedkalarni, biz stollarni qilib qo'yishgan ekan. Mana bunaqa hayinchalar. Voy, sharsharani ko'ryapsizlarmi? Mana bemorlarimiz o'sha madaniy dam olish uchun, asablarni tinchlantirish uchun mana fontanli favoralar qilib qo'yganmiz. Bu joylarda o'sha kechki salqinda, ertalablari, abitlarda kelib bemorlar mana shundan bahra olib, sveta muzikali fontanlarimizdan bahra olib o'tiradi. Bundan tashqari biz mana svetnoy yana qo'shimcha favoralar, ichkarilarda cho'milish uchun basseynlarimiz mavjud. Bemorlar faqat bu yerga bemorlar uchun mo'ljallanmagan. O'sha oilaviy dam olamizni mana hozir chet ellarga sayohat bo'lyapti. Mana chet ellarda ya'ni borishga hojat yo'q. Hamma sharoitda ko'cha tilda aytganda qimmat joylarga borishga umuman kerak yo'q. Eng asosiy toza havosi qanaqa? Havosini mana ko'rib turibsiz. O'sha tabiatimizni ham mana o'sha olgan nimalaringizdan ma'lum. Salqin, toza havosi. Bizda deyarli chimyon hudud turistik zona bo'lgani uchun ishlab chiqarishlar bizda yo'q. Asosan dam olish zonaligi uchun havolari o'ta mo'tadil, toza joylar hisoblanadi. Bu yerlarimiz o'sha basseynda kirishdan oldin cho'milishib, nima qilgandan keyin mana tozalanishib, qishki basseynimiz bor, ya'ni voh. Uzunligi 21 metrga yana 6 metrlikda, o'sha 2 marta borib kelsa ancha-muncha odamni charchatadigan basseynlarimiz mavjud. Buni o'sha bo'yindagi og'riqlarga mo'ljallangan bo'lsa, narigisi 3 tarafdan masaj qiladi, masajli suv hisoblanadi. O'sha chekkada kichik qilingan basseynda o'tirib bemor 3 tarafidan suv urib, o'sha asab sistemasini beldagi, oyoqlardagi og'riqlarni qoldiradi. Bu mashinga mo'ljallangan bu suv. Bel og'rig'i bor, oyoq og'rig'i borlarga qoladi. Bu grijalari, bu basseyn grijalari bor uchun juda ham yaxshi. Mana bu nimalarimiz, qo'yilgan nimamiz bo'yindagi grijalar uchun juda ham foydali hisoblanadi. Ham dam oladi, ham sog'lig'ini tiklab ketadi. Bundan tashqari saunalarimiz mavjud. Buni ham ko'rsatishimiz mumkin. Nafaqat o'sha yana qayta takror aytishdan charchamaymiz. Bu yerga faqatgina bemorlar emas, hurmatli obunachilar, sog'lom insonlar ham, hoji akalar, qanisizlar, mana kelib mazza qilib hopitib ketishingiz mumkin. Eng asosiysi o'sha boshida aytganimiz 270 ming to'lovni ichida mana shu hamma yo'g'ingiz bormi?
deyarli hamma yo'q bor. Endi bundan tashqari aytishimiz mumkin, qo'shimcha haligi pulli xizmatlarimiz ham bor. Ana asana terapiya, igla terapiya. Endi tanlov qilishsa agar Ha, o'zlari tanlovi tilib tavsiyaga beraverasizlar. qarab qaysidan yo'nardim bu. Mana o'sha teridagi barcha kasalliklarni chiqarish uchun, odam qizishi uchun kerak bo'ladi. Ha, bo'ldi. Saunada parilka qilib chiqib, qizib chiqib, mana bu joyda suvlarni to'ldirib berishar ekan. Bu yerga muzdek suvga tashlab, o'sha lecheniyalarni davom ettirishingiz mumkin ekan. Kuzatuvchilar, mana bu Bu yer yerimiz nima aka? Kimlar uchun bu nima g'or deyapsiz, nima o'zi? tuzli g'orimiz bu. Bu asosan nafasi qisadigan bemorlar uchun. Keyin o'sha allergiyasi bor, burun allergik rinit, allergik konjunktivit, allergik laringit kabi allergik bronxit, astma kasalliklarida davolanish uchun. O'sha biz hamma lecheniyani bitta joyda kompleks qilganmiz. Maqsad o'sha bemorlar bitta sanatoriyaga boradi, qaysidir muolajasi yo'q bo'lsa, boshqa joyda borib olishga to'g'ri keladi. Lekin biz iloji boricha hamma muolajalarni o'sha bitta sanatoriyada jam qilishga harakat qilganmiz Rahmat sizga. Ya'ni buni lorlar ko'rsa ham bemalol tavsiya berib yozishlari mumkin, shu joyga tavsiya berishlari. Hattoki bu yerda ham yozgi kunida isib ketsa nima bo'ladi deganlar uchun mana konditsionerlargacha qo'yib qo'yishibdi. O'sha eshitdilaring, har qanaqangi o'sha burunda, tomog'ida kasalligi borlarga juda ham shifobaxsh bo'lgan ushbu g'orimiz ekan. Yana nimalarimiz bor aka? Mana bundan tashqari bizda gidrokolonoterapiya bor. Bu apparatimiz ichayda o'zi bosimi, suvda issiqlikda ushlab turadi, gradusi bor. Ichaklarni tozalab, qabziyati bor bemorda, gijjasi bor bemorlar uchun, ichaklarida muammolari bor bemorlar uchun, ichi tez-tez qotadigan bemorlar uchun juda ham foydali. Undan tashqari terilarga har xil toshmalar chiqyapti, hech qanaqa sababsiz bo'lsa, ko'pincha axlat toshlari yig'ilganda mana shunaqa haligi organizmga ma'lum bir muddatda so'rilib ziyon qiladi. Mana shunaqa bemorlar uchun ham, teri kasalliklari bemorlar uchun ham juda ham yaxshi foydali gidrokolonoterapiya hisoblanadi bu. Nasi uchun o'sha ayollarda shamollashlar kasalliklari uchun arashina deyiladi bu. O'sha ayollar tomonidan o'sha maxsus davo suvlarimiz mavjud. Mana shu orqali o'sha ayol kasalliklarini davolashda ishlatiladigan muolaja xonamiz. Ya'ni jenskiy kasalliklarga ham shamollash, o'sha ayollarning kasalliklariga ham bu yerda davo choralari bor. Mavjud. Hurmatli kuzatuvchilar, yana negativ yozmanglar. Sizlarga, ota-onalarimizga yaxshi bo'lsin, kimgadir foydali bo'lsin, falon joylarga borib qimmat lecheniyalarni olib yotmanglar. Mana o'zimizni Farg'onamizda shunaqangi lecheniya joylar bor deb ko'rsatib berish maqsadida ko'rsatib beryapmiz. Kimgadir foydamiz tegsa xursand bo'lamiz. Kanalga obuna bo'lib, like bosishni unutmaymiz. Aka, bu yer nima? Bu qanaqa bochka bu? Qanday bemorlar uchun? Kedroviy bochka hisoblanadi. Ya'ni bizda mahalliy tilda asal bochka deyiladi. O'sha bemorda qayerda shamollashlari bo'ladigan bo'lsa, o'sha joyiga asal surtib, mana shu kedr nimasi bochkasiga solinib, bunda o'sha davo muolajalari o'tkaziladi. O'sha erkaklar uchun alohida, ayollar uchun alohida xonalarimiz mavjud, alohida qilib qo'yganmiz. Mana shunda o'sha butun organizmda terida deyarli shamollashlar bo'ladi. O'sha shamollashlarni chiqarish maqsadida bu kedr bochka yo'lga qo'yilgan. Hurmatli nimalar, bu o'sha asal bochkadan chiqqandan, kedr bochkasidan chiqqandan keyin, tuzli g'or basseynlardan chiqqandan keyin ko'pincha chanqoqlik paydo bo'ladi, odamda terlash bo'ladi. Mana shuning uchun suv yo'qotishligini to'ldirish maqsadida fitochoylar qilib qo'yganmiz. O'sha ham shifo bo'ladi, ham suv yo'qotishni o'rnini qoplab beradi. Rahmat. Mana shunday tinchlikni ushlab bergan, tadbirkorlikni emin erkin qilib bergan, xususiy tibbiyotga, tibbiy turizm uchun sharoit yaratib bergan muhtaram prezidentimizga kattakon rahmat aytaman. Bundan tashqari mutasaddi tashkilotlarga katta minnatdorchilik bildiraman. Hammalarini Chimyon shifo sihatgohida kutib qolaman. Qolamiz, albatta kelinglar. Kelinglar, doim eshigimiz sizlar uchun ochiq. Ushbu joyimiz Farg'ona tumani Chimyon qishlog'ida joylashgan. O'sha Sadaf ko'chasi 98, o'sha Chimyon shifo sihatgohi hisoblanadi. Mijozlarimizga telefon raqamlarimizni ekranda qoldiramiz, qoldiramiz. Bemalol murojaat qilishlari mumkin. Joylarni band qilishsa yoki lokatsiya tashlab beringsa tashlab berishadi. Lokatsiya tashlab beradi. Bemalol kelishlari mumkin.